To'g'risini aytsam, podkast yozish men o'ylagandan ancha qiyinroq ekan. Men nimadir o'ylab o'tirdim. Bundan YouTube'ga o'xshab shuni kamerani qo'yaman, yo'qmi, start to'g'ri gapirib tashlayman desam, odam yaxshigina hayajonlanar ekan. Assalomu alaykum dear students. Bu podkastda vallohi bir 40-marta yozaman. 40 marta yozib o'chirdim. Bu xudo xolsa oxirgisi bo'lib qoladi degan umiddaman. Podkastlarimizga xush kelibsizlar. Bu podkastlarning seriyasi degani bu nechtadir bir qismdan iborat bo'ladi. Men ingliz tilini to'g'ri o'rganish uchun o'quvchi nimaga e'tibor berish kerakligi to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni siz ingliz tilini endi boshlamoqchimisiz, anchadan beri o'rganib kelasizmi, ahamiyatga ega emas. O'quvchi bilish kerak bo'lgan narsa, aynan vaqtdan yutish uchun o'quvchi bilish kerak bo'lgan narsalarni aytib o'taman. Vaqtdan yutish uchun degani nazarda tutiladigan narsa, ko'pchilik o'quvchilar ba'zi bir elementarniy narsalarni bilmaganini hisobiga vaqtdan yutqizib qo'yadi. Ya'ni o'qiydi, yana boshdan boshlash kerak bo'lib qoladi. O'qiydi, tashlab qo'yadi. O'qiydi, motivatsiyasi tushib ketadi va hokazo. Shularning hammasini inshaalloh oldini olishni bir qadamlarini ko'rib chiqamiz. Eng birinchi podkastda men eng asosiy narsadan boshlamoqchi edim. Bu maqsad. Odam bo'lib yaralibmizki, hammamizning maqsadimiz bor. Ya'ni bizni amal qilayotgan dinimizdan bilamiz maqsadimiz nimaligini. Bizni kasb egasi sifatida bilamiz maqsadimiz nimaligini. Bizni farzand sifatida bilamiz maqsadimiz nimaligini, bizni ota-ona sifatida bilamiz maqsadimiz nimaligini. Xuddi shu o'rinda bizni English learnerlar sifatida, ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilar sifatida ham o'zimizning maqsadimizni nimaligini aniq bilib olishimiz kerak. Maqsad o'zi nimaga kerak? Kelaylik shundan boshlaylik. Maqsadda yagona bitta dona bir maqsadi bor. Maqsadi bu sizlarga motivatsiya berish. Bo'ldi. Mana maqsad shu uchun kerak. Motivatsiya degani nima nazarda tutilyapti? O'quvchilar shug'ullanib turib, bir xil payt motivatsiyasi tushib ketishi, yaxshi natija ko'rsatmagan payti odam xafa bo'lib qolishi yoki qayerdadir erinchoqlik qilishi, qayerdadir vaqt ajrata olmasligi, qayerdadir ingliz tili yoqmay ketishi, buni hammasi o'quvchida motivatsiya yo'ligidan kelib chiqadi. O'quvchida motivatsiyani yo'ligi o'quvchini maqsadidan kelib chiqadi. Ya'ni bir xil maqsadda yaxshi qo'ymaydi, maqsadsiz boshlaydi, maqsadi noto'g'ri bo'lib qoladi. Shuni hammasi o'quvchini motivatsiyasiz bo'lib qolishiga olib kelib qo'yadi. Bitta narsani bilishlik kerak. Motivatsiyani chiqish-tushishi bu tabiiy holat. Biz odammiz, biz yashaymiz. Busiz iloji yo'q. Odamning emotsional holati o'zgaradi. Buni bir bordek qabul qilish kerak. Lekin aynan o'qituvchi ham emas, YouTube'dagi video ham emas, sizga yaqin bir o'rtog'ingiz ham emas, aynan maqsadi sizga eng zo'r motivatsiya beradigan bir faktor hisoblanadi. Maqsad qo'yganga yarasha odam oliy maqsad qo'yishi kerak. Va bu prosta gap emas. Men sizlarga hali motivatsiya bermoqchi bo'lib, "Davay, Rambo, harakatingni qil." Yo'q, unaqa emas. Maqsad oliy deganda nima nazarda tutilyapti? Hozir afsuski ko'ramiz, o'quvchilar prosta bir sertifikatga ega bo'lish uchun ingliz tilini o'rganishyapti. Ya'ni o'zligiga kichkina sroklar qo'yishyapti-da, 6 oygina, 7 oygina srok qo'yishyapti-da. Men shu kichkina srok ichida men bunaqa natijaga erishishim kerak deb o'zligisini chegaralab qo'yishyapti qayerdadir o'quvchilar noto'g'ri maqsad qo'ygani hisobiga to'g'ri shug'ullanishni bilishmayapti. Qayerdadir o'quvchilar noto'g'ri maqsad qo'ygani hisobiga ingliz tilini tez o'rganaman, shoshib o'rganaman, darajadan darajaga tez o'tib ketaman deyishyapti-da, yiqilishyapti. Shu narsalarga odam e'tibor bermayapti-da o'quvchilar. Agar sizni maqsadingiz oliy bo'ladigan bo'lsa, sizda bunaqa muammolar bo'lmaydi. Oliy maqsad qanaqa bo'ladi? O'zi eng oliy maqsad shu narsani bilishimiz kerakki, bu ilm o'rganish. Ingliz tilini siz ilm deb o'rganadigan bo'lsangiz, ingliz tilidan oson fan yo'q. Ingliz tilini siz ilm deb o'rganadigan bo'lsangiz, ilmga ketkazayotgan vaqtingiz uchun balki savob yozilmaydi, endi men buni bir fatvosini bilmayman, lekin Alloh buni sizlarga oson qilib qo'yadi. Allohning nazarida bo'lasizlar, sizlar ilm o'rganayotgan odam sifatida. Til o'rganishdan maqsad ilmli bo'lish. Bu eng asosiy bir fundamental tushuncha. Sizda shu oliy maqsadingizni men ilm o'rganaman desangiz, bo'ldi. U yoqda qolsa cho'tga ketadi. Endi bu narsaga ilm tushunchasiga sal chuqurroq kiradigan bo'lsak, ilmni o'zi teginiga o'rganish kerak. Ilm o'rganishni 4 ta asosiy sababi bor. Undan 3 tasi aynan bizning holatda ingliz tilimizga to'g'ri keladi. Bittasi ingliz tiliga to'g'ri kelmaydi. O'sha ingliz tiliga to'g'ri kelmaganligi uchun bittasini surib qo'yamiz-da. 3 ta asosiy maqsad deb olamiz. Bitta narsani men oldindan aytib o'tay sizlarga. Sizni hozir maqsadingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, sizlarga men aytib o'tadigan, sanab o'tadigan shu 3 ta maqsadimni o'zingiz hayotingizga kiritadigan bo'lsangiz, inshaalloh siz to'g'ri yo'lga tushib olasiz. Siz ingliz tilini nima maqsadda o'rganish kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, shu 3 ta aytib o'tadigan bilimimni amaliyotda qo'llasangiz, inshaalloh baraka topasiz.
ilm o'rganish eng asosiy sababi odam o'zini ilmsizlikdan qutqarishi. Bu yerda bitta narsaga cho'tki oydinlik kiritib olishimiz kerakki, men bu gapim bilan ingliz tilini biladigan odam ilmli, ingliz tilini bilmaydigan odam ilmsiz emas. Yo'q. U qanaqa ilm bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa bir fan bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa bir til bo'lishidan qat'iy nazar, любой ilm bu ilm. Любой ilm bu ilm. Agar siz misol uchun men ingliz tili cho'ti meniki emas ekan shug'ullanib ko'rdim, lekin men rus tiliga qiziqyapman, rus tilini zo'r o'rganyapman, rus tiliga potensialim bor ekan desangiz, bosing o'shani. Mana siz ilm o'rganyapsiz. Yoki siz aytsangizki, til meniki emas ekan, men o'zimni kimyoda ko'ryapman, fizikada ko'ryapman desam, deyotgan bo'lsanglar, bosinglar. Mana shu sizlarniki. Asosiy maqsad bu ilm o'rganish. Odam o'zini ilmsizlikdan qutqarishi, bu eng asosiy o'quvchiga eng zo'r motivatsiya beradigan maqsad shu bo'ladi. Til o'rganishdan ikkinchi maqsad, endi til deb aytayotganim endi bizning o'zimizning holatimizga moslab olaman. Bu odam o'zi o'rgangan ilmni boshqalarga ulashishi. Bu yerda gap o'qituvchilik to'g'risida ketayotgani yo'q o'rtoqlar, bu hammamizga tegishli bo'lgan narsa. Hammamizning qavm qarindoshlarimiz bor, hammamizning qo'shnilarimiz bor. Qo'ni-qo'shniga o'rgatsa bo'ladi shu narsani. O'zimizning jallarimizga o'rgatsak bo'ladi shu narsani. Opa-singillarimizga o'rgatsak bo'ladi shu narsani. Lekin aka-ukalarga o'rgatish juda ham qiyin. Men bu narsani bilaman. O'zimizning farzandlarimizga o'rgatsak bo'ladi shu narsani. Bir xildagi o'quvchilarimga ham shunaqa praktika beraman-da. Biron bir mavzuda qiynalayotgan bo'lsang, mavzuni yaxshilab o'zing o'rgangin-da. Qanchalik yaxshi o'rganganingni sinab olish uchun birovga o'rgatgin deyman. O'rgat, mana ukang bor, shu ukangga o'rgatgin desam, ba'zi o'quvchilar aytishadiki, "Meni teachingga talentim yo'q" deyishadi. Ya'ni teaching bera olmayman deyishadi. O'rtoqlar, teachingga talentim yo'q degan narsani unutinglar. Teachingga potensial hammada bor. Ozmi ko'pmi bor. Teachingga meni potensialim yo'q deydigan odam, o'zini men fikrimni yetkazib bera olmayman deydigan odam ma'lumotni yaxshi bilmaydi. Aynan shuning uchun ham fikrini yaxshi yetkazib bera olmaydi. Oddiysiga misol. Hamma bizning ota-onamiz bor. Hammamizning ota-onamiz bizga tarbiya berishgan. Tabiiyki, ota-onamiz bizga muallimlik qilishgan. Yoki mana bizning o'zimiz bormiz, bizdan kichkina opa-singillarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. O'shanga biz o'rgatamizmi? "Voy, mana to'g'ri, mana noto'g'ri. Sigaret chekma, mana qil, darsingni qil. Darsingda yordam kerakmi?" deb qarashamizmi? Demaymiz, muallimlik qilyapmiz. Arzimagan elementarniy narsa o'g'il bolaga tegishli. Mashina haydashni bilasizlarmi? Mashina haydashni birovga o'rgata olasizlarmi? Mana gaz, mana to'g'ri, mana disiplina, birga ol, ikkiga ol, sekin qo'yib yubor. Bo'ldi, teaching bor demak hammamizda. O'shaning uchun menda teaching yo'q degan narsani unutdinglar. Demak, ilm o'rganishdan ikkinchi maqsad bu odam o'rgangan ilmini birovga o'rgatish. Ya'ni shu bilimni share qilish. Ilm o'rganishdan uchinchi maqsad, eng asosiy, eng zo'r maqsad bu o'rganilgan ilm asosida yashash. Bu nima degani? Ingliz tili bu oddiy bir fan emas. Ingliz tiliga men fandek qaramagan bo'lardim. Fan degani nazar tutilayotgan narsa, o'quvchilar xuddi bir matematikaga, fizikaga o'xshab oddiy bir qoidani yodlab olaman, shu qoida asosida ham grammatikani yodlab olaman. Grammatikaga so'z qo'ysam gap paydo bo'lib qoladi deydi. Yo'q, unaqa emas. Ingliz tili bu madaniyat. Siz butun boshli Buyuk Britaniyani madaniyatini o'rganasiz. Va American English bo'ladigan bo'lsa, madaniyat farqi umumiy qilib aytganda Yevropani madaniyatini o'rganasizlar. Endi hozir aytilayotgan narsa o'sha Yevropani madaniyatini o'rganginda va o'sha asosida yashagin degan bir mesaj berilyapti bu yerda. Lekin bu yerda biz juda ham ehtiyot bo'ladigan momentimiz bor. Biz Yevropadan o'rganayotgan hamma narsamiz ham bizga to'g'ri kelavermaydi. Bizning qadriyatimizga, bizning dinimizga to'g'ri kelavermaydi. O'shaning uchun biz ilmni yaxshilab chuqur o'rganamiz-da, shu tilda yaxshilab madaniyatni yaxshilab o'rganamiz-da, o'zimiz uchun sortirovka qo'yamiz. Mana bunisi menga kerak ekan, mana bunisi kerak emas ekan. Bu kerak emas, bu kerak emas deb. Oddiy misol. Foydasizlarni aytib o'tmayman, foydasizlarni mendan ham yaxshi bilasizlar, foydalilarga men nimani misol qilsam bo'ladi. Deylik, bizlarni mana o'zbeklarda, bizlarning shu bir madaniyatimizning bitta qismi, bizga ota-bobolarimizdan bir qolib kelgan bir nonsens, men miyamga sig'dira olmaydigan bir g'alati narsa, bu odamlar uchun yashash. Odamlar nima deydi deb odamlar uchun yashash. To'y qilayotganda xo'ja ko'rsinga deb to'y qilish, kartrijni chaqirish, boshqa kartrij. Printer kartrijni chaqirish. Kartej chaqirish yoki bundan bir hashamatli uylar qurish, qo'shnim mana qilibdi, mana bunday qilay degan narsalar odamlar fikri bilan yashash. Yevropada bu narsalar yo'q. Yevropadagilar qancha bir puli bo'lmasin, boshqa qilmasin, kichkina to'y qiladi, o'zi uchun udobniy bo'lgan uyda yashaydi.
Mana shunaqa narsani ko'rib, shunaqa narsani o'rganib, o'zimizning hayotimizda shu narsani qo'llasak bo'ladi. Ya'ni bu yerda nazarda tutiladigan narsa o'sha o'rganilgan ilm asosida yashash. Men o'shaning uchun ham aytdimki, ingliz tili bu bir fan emas, bu butun boshli bir kultura, butun boshli bir madaniyatni o'rganamiz. Aynan shu narsani biz til deb qaragan ba'zi bir o'quvchilar ingliz tilini til deb qaraganligi uchun ham gaplarni tarjima qilishda qiynaladi. Nega ular bu holatda bu so'zni ishlatyapti? Nega bu holatda bu grammarni ishlatyapti? Nega bu phrasal verbdan foydalanyapti? Sen uni grammatik jihatdan tushuna olmaysan, baraka topib ko'r. Millatni o'rgan, kulturani o'rgan, madaniyatni o'rgan. Sen tushunasan, madaniyat jihatda tushunib olsang, sen tushunasan. Nega bu so'zdan foydalandi? Nega bu grammatikadan foydalandi? Nega bu phrasal verbdan foydalandi va hokazo. Mana shu uchta sanab o'tgan narsa bu ingliz tilini o'rganish uchun eng asosiy sabab. Agar 4-sababga ham qiziqayotgan bo'lsangiz, uni ham bir oyda o'tib ketaman. Ingliz tilini o'rganishdan 4-sabab o'zi ketma-ketlik bo'yicha bu 3-sabab, ya'ni mana ketma-ketlik bo'yicha hisoblaydigan bo'lsam, birinchi sababi bu odam ilmli bo'lishi, ikkinchi sabab o'rgangan ilmini birovga o'rgatishi, uchinchi sabab ilm o'rganishdan sabab bu ilmni yo'q bo'lib ketishini oldini olishi va 4-sabab bu o'rganilgan ilm asosida yashash. Endi shu 3-sababga kelib o'tsam, ilmni yo'q bo'lib ketishini oldini olish ingliz tiliga to'g'ri kelmaydi, chunki bu pastdan o'rganilib keladigan narsa. Ilm yo'q bo'lib ketishini oldini olishga men Amerikadagi ba'zi bir zabigalovkalarni misol qilsam bo'ladi. Misol uchun Amerikada shunaqa joylar borki, u yerda pirog pishirishadi va u pirog retsepti oiladan oilaga o'tib keladi. Pokoleniyadan pokoleniyaga, avloddan avlodga o'tib keladi. Ya'ni borsanglar faxrlanib aytadiki, bu shtatda faqat biz shu pirogni qilamiz, bu retsepti faqat bizda bor. Menga bu retsept do'dalardan qolgan, mendan keyin o'zimning farzandlarimga, uni farzandiga qoladi. Biz u retseptni hech kimga sotmaymiz, hech kimga bermaymiz ham deb faxrlanib aytadi. Ana ko'rasizlar, mana ilm pokoleniyadan pokoleniyaga, ya'ni avloddan avlodga o'tyapti. Ya'ni shu narsa nazarda tutiladi, ilmni yo'qolib ketishini oldini olish deganda. Endi men yuqorida sanab o'tgan 3 sabab uchun ingliz tilini o'rganishni boshlagan odam shu narsani biladiki, ilm o'rgangani sari, mana tilga odam kirishgani sari ko'proq o'rgangisi kelayotganligini, ingliz tilini o'rganish tez bo'lib qolmasligini, ingliz tilini o'rganish analiz talab qilishini, vaqt talab qilishini tushunib yetadi. Odam qanaqa to'g'ri praktika qilishini, praktikani muhimligini tushunib yetadi. Ingliz tilini yuqorida sanab o'tgan maqsadlarim uchun o'rgangan odam IELTS, TOEFL uchun harakat qilmaydi. U odam ilmli bo'laman deb harakat qiladi va o'sha odam tushunib yetadiki, qachonki u odamda yetarlicha ilm bo'lganidan keyingina katta IELTS sertifikatli keladi, katta TOEFL sertifikatli keladi va ingliz tili sizlarga oldin ko'rinmagan yo'llarni, sizlar oldin bilmagan yo'llarni ochadi. Misol uchun men tilni o'rganayotganimda men tushunga ham kirmagan ingliz tilidan dars berishim. Lekin shu narsaga men qiziqish bildirdim. Allohdan bo'lib, shu narsa Alloh menga oson qilib qo'ydiki, men shu narsaga kirib ketdim. Ketdim, mana bunaqa narsalar kelib chiqdi. Ko'rasizlarmi? Shu narsalar o'rtoqlar, maqsad juda ham muhim. Aytib o'tganimdek, maqsadinglarni yengilab olib, maqsadinglarni aynan shu tilni bir ilm degan tushuncha bilan o'rganishinglarni maslahat berardim. Agar sizni hozirgi qo'ygan maqsadingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, sizga hozir drive berayotgan bo'lsa, sizga yetarlicha motivatsiya berayotgan bo'lsa, zo'r, bosing. Lekin bitta dona meni xavf-xatarim borki, bu sizni motivatsiyangiz oxirigacha bo'lmasligi mumkin. Men yuqorida sanab o'tgan maqsadlar bu men o'ylab topgan narsa emas. Bu yillar davomida odamlar shu maqsadlarni qo'yib yaxshi natijalarga erishgan. Shuning uchun shuni bir bo'lishlikni sizlarga bir lozim topdim. Hammaga rahmat, oxirigacha eshitganlarga baraka topinglar. Bu bo'yicha o'zingizlarning fikringlarni, o'zingizlar nima maqsadda o'rganayotganinglarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar bu qo'shimcha fikrlar bo'lsa ham men ularga faqat va faqat xursand bo'laman. Podkast foydali topgan bo'lsangiz, iltimos tanishinglarga ham yuborib, shu ilmni tarqatishiga sababchi bo'linglar. Hammanglarga rahmat. Sizlarni keyingi epizodda Xudo xolisa kutib qolaman.